Assalomu alaykum hammaga. Welcome back to my channel. Bugun hozirda gaplashadigan mavzularimdan bittasi Eronda bo'layotgan protestlar haqida gapirib o'taman. Ya'ni oxirgi 2 hafta davomida to'liq davom etgan bu protestlar Eron xalqini ko'chalarga chiqib mamlakatda kechayotgan iqtisodiy holatdan noroziliklarni bildirib chiqishdi. Endi Eron hukumatiga keladigan bo'lsak, hozirgi protestlarda bo'lib o'tayotgan namoyishlarda, ommaviy namoyishlarga ularni fikrini yoki ularni reaksiyasini bildirib o'tadigan bo'lsak, bu ular uchun, Eron hukumati uchun bu yangi holat yoki yangilik emas, bu oldin ham bo'lib o'tgan. Ulardan bir nechtasini misol qilib keltirib o'tadigan bo'lsam, 2019-yil Ahmadinajod saylovlardan keyingi yangi saylovlar bo'lib o'tgan vaqtda 100 mingdan ortiq odamlar ko'chada shu ommaviy namoyishlarga chiqishgandi va bu o'rtada ikki tomonda ham ma'lum bir darajada talofatlar, ya'ni IRCG, Iranian Revolutionary Coast Guard, ya'ni Eronni revolyutsiyadagi o'sha himoyachilarini tomonidan shahid bo'lganlarni va ommaviy namoyishlarga chiqqan aholi o'rtasida ham vafot etganlarni, ya'ni o'ldirilgan aholini informatsiyalarda o'qishimiz mumkin va xuddi shunga o'xshagan ommaviy chiqishlar 2022-yil Eron tarixida eng islomiy Eron respublikasining tarixida eng naqalari bo'yicha shiddatliligi, ya'ni kuchliligi va aholi soni bo'yicha eng katta ommaviy chiqishlar deb kuzatilgan. Bu 22-yildagi ommaviy chiqishlarni asosiy sababi Eronni kurdlar yashaydigan hududdagi qizni hijobni yechishi va bu uni qayta taqmasligi Eronni law enforcement deymiz, ya'ni hukumat ishchilari tomonidan, law enforcement tomonidan urilib o'ldirganligiga qarshi bo'lgan namoyishlar bo'lgan. Endi hozir mana oxirgi 2 hafta davomida bo'layotgan bu namoyishlar Eronni ko'proq ekonomikasiga aloqador, ya'ni realni Eronni pul birligini o'lganligi, hattoki o'rta qatlam tabaqasidagi eronliklar ham qiynalayotganligi mana shu namoyishlarda ko'rsatib chiqilgan. Lekin ko'rib o'tishimiz mumkinki, oxirgi 3-4 kun ichida bu namoyishlar keragidan ortiq darajada judayam katta bir darajaga, pog'onaga chiqdiki, namoyishchilar tomonidan davlat hukumati vakillari tomoniga qarab o'q otilishi, davlat hukumatini a'zolarini o'ldirilishiga ham olib kelgan namoyishlar bo'ldi. Bu namoyishlarni oldingi namoyishlardan farqli tomonini ko'rib o'tishimiz mumkinki, bunda Eronni 1979-yilgi inqilob natijasida taxtdan ketgan shohni, marhum shoh, oxirgi Eronni qirolini o'g'li Reza Pahlavi social mediada, ya'ni Instagramda va boshqa platformalarda chiqib, eronliklarni mana shu ommaviy chiqishlarga undaganligi va ularga har xil ko'rsatmalar berib borganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni bu bir yangicha bir tus olgan jarayon hisoblanadiki, o'sha Rezo Pahlavi Amerikadan turib eronliklarga o'zini naqalarini, maslahatlarini berishi va hozirgi hukumatni ag'darilishi va uni qaytib borilishi, Eronni yana o'sha shoh davridagi, Pahlaviylar davridagi holatini tiklashi haqidagi yondashuvlari bu ommaviy jarayonlarga bir yangicha tus oldi.
internal, ya'ni Eronni bu ichki muammosi deb qaralgan hozir mana bu ommaviy chiqishlar oxirgi 3-4 kunni ichiga ko'rib o'tishimiz mumkinki, internal va external, ya'ni tashqi muammolarga aylanib ketayotganini, buni qaysi tomondan ko'rib o'tishimiz mumkinki, o'sha qochoqlikda yurgan eroniylarni bu ommaviy chiqishlarni qo'llab-quvvatlayotgani va mana qaysidir bir tomondan moliyaviy tomondan ham yordam berilayotgani va chet davlatlarini, xususan buni hammaga oydin Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlarini mana shu namoyishlarga qaysi bir tomondan yordam berayotgan, ya'ni razvedkalarini shu namoyishlarni yana ham keskinlashtirish uchun razvedka vakillarini shu namoyishlarga qatnashayotganliklarini ko'rib o'tishimiz mumkin. Endi buni qaysi manbalarga tayanib aytyapmiz? Bu manbalar asosan o'sha Eron hukumatini o'zini IRCG, ya'ni o'sha Iranian Revolutionary Coast Guardni mediasidan va o'zini hukumatni mediasidan tayangan manbalarga ko'ra, mana shu oxirgi kunlardagi protestlar, ya'ni ommaviy chiqishlar, qurol yarog'lar bilan ishlatilishi, davlat xodimlarining o'ldirilishi, mana bular katta qismi asosan propaganda asosida chet el razvedkalari orqali amalga oshirilganligini bildirib o'tishdi. Hozir bu ommaviy chiqishlarni endi ilk kelib chiqish fundamentalniy sabablariga qaraydigan bo'lsak, ular bir nechtasini sanab o'tsak bo'ladi. Avvalosi, eng birinchi fundamentalniy sabablardan biri oxirgi 40 yil va undan-da ziyod bo'lgan, oxirgi 40 yildan oshiq vaqt davomida Eronni sanksiyalar holatiga tushib qolganligi bu asosiy sababi hisoblanadi va qolganlari unga bir yana tayanch sabablar deb keltirib o'tamiz. Qolganlarini sanab o'taman, lekin asosiy sababi hozirgi Eronni iqtisodini shu darajada yomonlashib ketganligi, hattoki o'rta qatlam vakillarini ham ahvolini, ya'ni iqtisodiy ahvolini keskin holatga olib kelganligi sababi bu asosan o'sha 40 qariyb oxirgi bir necha yillari, kami 50 yillik sanksiyalar hisoblanadi. Bu sanksiyani, bunga ta'rif, description beradigan bo'lsak, Eronda o'sha inqilob amalga oshirilgandan beri 1979-yil Eron davlati sanksiyalar ostida qolgan. Bu degani davlatni import eksport, ya'ni oldi sotdi qilish huquqidan to'sib qo'yishi va davlatga yangi innovatsiyalarni kirib kelish huquqidan cheklab qo'yilishi. Bir davlatga masalan oldi sotdi huquqi yopib qo'yiladigan bo'lsa, chet eldan yangi innovatsiyalar, texnologiyalar kirib kelish to'xtatiladigan bo'lsa, davlatdan ishlab chiqarilgan tovarlarning chiqishi va o'rtada valyuta almashishi amalga oshmasa, davlat albatta turgan joyidan naborot orqaga qaytishni boshlaydi. Mana shuni oxirgi Eronni 40 yildan o'tgan tarixida ko'rib o'tishimiz mumkin. Va yana bir necha sabablarni keltirib o'tilgan manbalarga ko'ra, ulardan ma'lum bir sabablar bu korrupsiya deyilgan, ya'ni hukumatni o'sha iqtisodiy sektorlarda va boshqa sektorlarda ishlayotgan hukumat vakillari korrupsiya orqali davlat iqtisodiyotiga katta zarar yetkazganligi va ma'lum bir shaxslarni, hukumat vakillarini o'sha balki competent, ya'ni o'sha o'zini mansabiga yaroqli emasligi ko'rsatib ham o'tilgan. Lekin bularning asosiy sababini ko'rib o'tishimiz mumkinki, bular sanksiyalar. Endi nimaga Eronga imminniy mana shu sanksiyalar qo'yilgan degan savol tushadigan bo'lsa, buni o'zi bir alohida tema. Lekin agar qisqacha aytiladigan bo'lsa, o'sha 1979-yildan keyin Yaqin Sharqda
bir nechta davlatlar o'rtasida eng asosiy davlat bu Eron edi. O'sha revolutionary revolution amalga oshirilgandan beri Isroilga va Amerikaga qarshi turgan, ya'ni Falastin tomonda qo'llab turgan davlatlardan biri Eron hisoblanadi va Eronni zaiflashuvi va kelajakda uni g'arb davlatlariga bo'ysundirilishi yoki Eronni mana sanksiyalar oqibatida shunaqa bir holatga kelib qolishki, Eron davlatini parchalab bir necha davlatlarga bo'linib ketishi, bu albatta ko'rib o'tishimiz mumkinki, Yaqin Sharqda Isroil davlati va umumiy olganda Amerika Qo'shma Shtatlari uchun asosiy maqsad hisoblanadi. Mana sanksiyalar qo'yilganligidan ham o'sha asosiy maqsad Eronni hukumatini ag'darib tashlash, o'zlariga bo'ysunadigan hukumatni kelishi va o'sha g'arb davlatlariga bo'ysundirilgan hukumat orqali davlatni o'zini, Eron Islom Respublikasini o'zini bir necha qismlarga bo'lib yuborilishi. Chunki biz Eron deganda faqat eronliklarni tushunamiz, lekin aslida bu 90 milliondan ziyod aholisi bor davlat. Bir nechta katta millatlarni birlashtirgan davlat hisoblanadi. Ya'ni shimoliy g'arbiy qismiga qaraydigan bo'lsak, azariylar ko'proq turadi va o'sha undan keyin kurdlar katta aholisini tashkil qiladi. Eroniylar va Eronni tarkibida ham Eroniy arablar ham bor. Mana shu tomondan o'zi olib qaraydigan bo'lsak, agar Eronni ertaga mabodo adversary, ya'ni unga dushman bo'lgan davlatlar qachondir Eron o'zlarini maqsadlariga yetishsa, Eron Islom Respublikasini ag'daradigan bo'lsa va o'zini hukumatini itoat qiladigan hukumat qo'yadigan bo'lsa, albatta eng katta maqsad bu Eronni bir necha davlatlarga bo'lib yuborish bo'ladi va uni tabiiy resurslaridan maksimalni olib o'marib ketish bo'ladi deb analitiklar, siyosatchilar va buni analizlarini berib o'tishgan. Hozirgi bo'lib o'tayotgan jarayonlar, chet el razvedkalarini, chet davlatlarning razvedkalarini mana shu ommaviy chiqishlarga o'zlarining yordamlari yoki propaganda, media xabarlarning chiqishi va 2025-yil Isroilning Eronga hujumi, Amerika Isroil tomonidan Eronga hujumi, mana shu tomonlarni hammasini ko'rib o'tishimiz mumkinki, sanksiyalar, bularni hammasini o'sha katta rasmda olib qaraydigan bo'lsak, ular Eron islom hukumatini ag'darishga qaratilgan, lekin qanchalik bu planni o'xshamasligini vaqt ko'rsatadi. Chunki hozirgi oxirgi yillarda Eronni BRIC tashkilotiga a'zoligi, BRIC bilamizki, bu Rossiya, Xitoy, Hindiston, Braziliya, Janubiy Amerika va Eron o'rtasida tuzilgan tashkilot hisoblanadi, iqtisodiy tashkilot hisoblanadi va bular orqali mana oxirgi yillarda Eron ma'lum bir tomondan yordam olayotganligini ko'rib o'tishimiz mumkin va mani o'ylashimcha bu katta davlatlar, ayniqsa Rossiya va Eron o'zlarini manfaatlari, Rossiya va Xitoy o'zlarini manfaatlari yo'lida ham Eronni qulashiga qarab o'tirishmaydi deb o'ylayman. Lekin g'arb davlatlarini va Yaqin Sharqda Isroilni asosiy o'sha number one deydimi, number one maqsadlaridan bittasi Eronni qulatish. Buni yaqin kelajakda qanchalik iloji bor yo yo'qligini keyingi harakatlar bilan ko'rib o'tishimiz mumkin. Hozircha mana bugun 3-chi kun Al Jazeera va boshqa sotsial platformalarda o'zi ko'rsatib o'tishyaptiki, 2-3 kundan beri ular o'sha Erondagi jurnalistlar bilan aloqani
yo'qotishgan. Chunki internet aloqalarini hukumat completely, ya'ni umuman uzib tashlashgan. Ya'ni ma'lumotlar kirib chiqish ombori to'xtatilgan. Bu tomondan qaraydigan bo'lsak, bu albatta hukumatni o'sha ommaviy chiqishlarni bostirishga qaratilgan yo'l deb aytib o'tsak bo'ladi. Yana bu mavzuga bir necha kunlarda qaytib, kengroq, ko'lamliroq mavzu qilib, ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lgandan keyin yana ham yoritsa bo'ladi.